Habash banan daraxtini tagida bitta bananchisi olib yeb, alhamdulillah, namoz vaqti bo'ldi, namoz yana oyog'ini uzatib, peshinlarga borib bitta banan tushar kuni bir dona boshqa mamlakatdan ketdi-da, O'zbekistondanmi, Tojikistondanmi? Voy, sen qanaqa odamsan? Bitta tushsa bittani yeb o'tiribsan. Bas silkitgin 10 ta tushadi. Nima qilaman? Borib sotasan. Keyin nima qilaman? Sotganingdan keyin savat olasan. Savatingga yana ko'proq silkitib, bir savatda olib borib sotib, arava olasan. Keyin nima qilaman? Aravada olib borib sotasan. Mashina olasan. Keyin nima qilaman? Mashinalarda olib borib sotib, fabrikalar qurasan, puling ko'payadi. Nima qilaman keyin? Oyog'ini uzatib yotasan, hozir nima qilib yotib qolman. Oxiri shumi? Oxiri shu oyog'ini uzatib yotishmi? Men nima qilaman? Shunga shuncha ish qilayman. Ibodat qilib, namoz qilib, zikr sano qilib qilaver. Sen men shunga olmasman, men odamman degan ekan.